Antarktida o'zida qanaqa sir yashiradi? Antarktida bu haqiqiy jumboq va o'z ichida juda ham ko'p narsalarni yashiradi. U yer yuzidagi eng yovvoyi va eng sovuq qit'a hisoblanadi. Eng qizig'i shundaki, olimlar hanuzgacha uning ostida aqlga sig'maydigan narsalarni topishadi. O'sha teoriyalar haqida aytib bering aka, obunachilarimiz uchun qiziq bu juda. Albatta, masalan, olimlar 4 kilometrimiz ostida millionlab yillardan beri hech kim ko'ra olmagan ulkan ko'lni topishgan. Va albatta, qip-qizil va misoli qondek oqar suvlar va sharsharalar ham juda ham qiziq tema. Sun'iy yo'ldosh suratlarida esa muz ostidan ko'ringan piramida shaklidagi tog'lar ko'rinadi. Bu jism shunchalik mukammalki, ko'pchilik ularni tabiat emas, balki qadimiy sivilizatsiya qurib ketgan deydi. Lekin aka, tabiat o'zidan o'zi unaqa mukammal uchburchak shakldagi obyektlarni o'zidan o'zi yasamas ekan. Shu gap rostmi? Ya'g'i, bo'lmagan gap. Tabiat xohlagan narsasini vaqti bilan libbo shaklga keltirishga aqli yetadi. Bundan tashqari esa ayrim hududlarda g'ayrioddiy magnit maydonlari aniqlangan. Go'yoki qalin qatlam muz ostida. Bunga sabab bo'layotgan noma'lum jism bor. Bir vaqtda ham qiziq, ham qo'rqinchli aka, o'zi haqiqatan ham murashki patelo deydi. Endi kimdir buni oddiy geologiya deydi. Boshqalar esa yo'qolgan sivilizatsiya deydi. Va yana ko'rgan bo'lsangiz, internetda har xil videolar tarqalyapti. Aytishligi bo'yicha Antarktida bu bizni dunyomizni boshqa dunyodan ajratib turadigan qanaqadir ulkan muzli devor. Va misol o'sha ulkan devor ortida qanaqadir boshqa hayot va sivilizatsiya bor ekan. O'zi aka, bunaqa videolar pol internetda aylandi, shaxsan o'zimni ham hayratda qoldirdi. Ammo eng katta savol shuki, nimaga Antarktidaning ayrim joylari qattiq qo'riqlanadi? Samolyotlarni ham uchishi mumkin emas uni atrofida. Dunyo bizdan nimani yashirmoqda? Balki bu muz ostida insoniyat hali ko'rmagan bir narsa bordir. Ma'lumot uchun katta rahmat aka, joningiz sog' bo'lsin. Bekistika, siz nima deb o'ylaysiz? Bekistika.